Qayerga ekan? Jiyan, bor dadang mashinasini joyiga qo'yib kel, borasan. Chop. Men dadangga ham katta odamman. Tamam, bo'l. Bu mashinaga bojamga deb yopishtirib olibsiz. Bu bojamga bajarka o'zim yiliga olaman. Jiyan o'zi qarab ketsin. Uchrashuvga uylanyapman. Uchrashuv kim deb boradimi? Voy, yurak yordingizga kiyimimga nima qilibdi, bova? Yur, men seni joyga boraman. Assalomu alaykum. Biz shu oilaviy kiyim do'koniga xush kelibsiz. Ayollar va qizlar uchun, yosh bolalar uchun, erkaklar uchun ham barcha turdagi kiyim-kechaklarni topsangiz bo'ladi. Chemadan ham sotadi. Korobkali, original bilan birga ishlangan mamlakat lyuks ko'pya sumkalarimiz 99 mingdan. Shu desangiz, Miss Shop do'konida har kuni yil 12 oy chegirmalar bo'ladi. 59 ming, 85 ming, 99 mingdan ham ayollar kiyimlarini topsangiz bo'ladi. Xullas, Jizzax shahri Korzinkaning 3-qavatida joylashgan Miss Shop do'koniga kelasiz, oilaviy kiyim kiysangiz bo'ladi. Yangam bilan jiyanlarni ham olib keling. Qara, yoqdimi? Uchrashuvga qayerga borarding? Bironta marojnaxonaga boraman. Uchrashuvga degandan keyin mana shunaqa joyga olib keladi-da. O'zi qisqami? Kerak tuxsam. Assalomu alaykum. Men bu bilan uchrashaman deb shuncha rasxot tagidan chiqib kelasan, bu bir molning tagidan chiqib kelyapti, voy. Ko'ryapsizmi, shuncha odamni kuchi yetmayapti. Bu buqani go'shidan siz yeganingizdan keyin hech kimga kuch bermaysiz. Do'stlar, biz ranchoga keldik. Mehr somsaning ichiga nimalar solinadi? Buni bugun o'zingiz ko'rib guvohi bo'lasiz. Qanaqa go'sht, qanaqa mehr. Hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Alisher Azimov obunachilari 400 mingta bo'lgan munosabati bilan 4 ta buqa so'yamiz hozir. Oho, mana buqalarimiz keldi. Mana sholg'amni tortyapmiz. Siz kelib shuni oxirini, tomirini uzib yuboringmi sholg'amni? O devorlarga chiqib ketaman deyapti. Haqiqiy kuchga to'lib turibdi. Siz bu somsani yeganingizdan keyin testosteron o'zi qo'shilib ketadi. Money pull up. Money pull up. Bad girl there, them a whine it to it. Nobody can tease the real hustle. Qizil buqamizni kilogramini topgan akkaunt egasiga 10 kishilik davra bepul. Qani, buning uchun kommentariyaga go'shtini kilogramini yozamiz va bosim bog'iga obuna bo'lamiz. Siz obuna bo'lib qo'yavering. Bundan-da katta sovg'alar hammasi siz uchun. Qish tushmasdan shu uylarni bitirib olsak. Qish top ber. Menga ham skuter olib bering. Hozir pul yo'q-ku bolam, uyni bitirishimiz kerak. Yuring dadajon, men sizga tekin beradigan joyga olib boraman. Qayerda senga tekin beradigan joy bor bolam? Yuring bolalarning o'zini so'raymiz. Bolalar, sizlar qayerdan bepulga olalaring bunday qimmat narsani? Dadalarimiz bosmadan 2 kilolik somsani yeb yutib kelgan. Ana ko'rdingizmi dada? Mana endi bosim bo'ldi. Bitta 2 kilolik somsa bilan bir kasa qaylarni 7 daqiqada yeganga Moto'uzdan skuter qo'yiladi. 7 daqiqada 2 kilolik somsa bilan bir kasa qaylarni yeb qo'yganga bir kunida 5 ta odam yemaydi deb shaxsan o'zim kelib turib ta'qilab ketaveraman. 7 daqiqada yeb bersa bo'ldi 2 kilolik somsa bilan bir kasa qaylarni. Ko'rdinglarmi bolajonlar? Men o'zim kelib guvohi bo'ldim. Mana yangi skuterlar. Endi dadalaringga olib kelmasalaring bo'lmaydi bosimda. Bitta somsani islar skuter. Yangi skuter. Ha o'g'lim? Ana ko'rdingizmi dada, somsani skuter olib ketamiz. Ana bolam, ketdik. Alisher aka, agar shu go'shtni yarim soatda yeb bo'lsangiz, legendarniy Cabrio va Labg'or restoranimizdan bir umrlik vaucher bepul sizga. Mana bugun Registon Labg'or restoranimizga taniqli bo'lgan Alisher akamiz kelgan. Hamma taniydi. Alisher aka, biz sizni somsalaringizni yeganimizda Cabrio 15 daqiqa. Biz 15 daqiqa emas, shu go'shtimizga yarim soat beramiz. Yarim soatda bor-ku. Mana Cabriolet berasiz, ha? Beraman aka. Yana bir umrlik vaucher. Mana shuni og'zini yorib shunday kirib ketadi. Yomon yo'talyapsiz aka. Boshini ovozini eshitayapsiz aka? Jizzax ko'chalarida bangillatib yurasiz aka, bangillatib yurasiz. Har zamonda akajon Cabrio'ga qaray motivatsiya bo'ladi sizga. Aka, sizdan ekan appetiti zo'r bo'lish kerak aka. 3 kilolik, 4 kilolik somsalari yeb katta bo'lgansiz aka. Samarqand Registonga kelib turib, Labg'orga kirmay ketsangiz bekorda. Zo'rmi? Dahshat. Bosing aka, vaqtimiz ko'p. Rozi yetishmaydi, chunki beri zaborotni Cabrioletni olib ketmasam bo'lmaydi. Cabrioletda hazm bo'ladi aka, bosavering. Aka 2 kishi skripka chalgan, 4 kishi massaj qilgan bu qo'ychalar akajon, bosing. Ha akajonim. Shuni hidlagandan keyin rasaga kizyapti. Hidlamang, bu ziravor akajonim, bu Zoravormi, voy. Shuni hidlab yeb qo'yibman. Yo'q. Oho, gap yo'q aka, gap yo'q, lekin gap yo'q aka.
Axir kabriolet sizga nasib qildi akanikini gapi. Bo'ldi, taxtani oling aka, taxta ham ketadi mashina. Bo'ldi. Sizlar bizga legendarni kabriolet va'da qo'y berdik mana. Aka mana voucher. Ne Moshim qosim bir kun qosim. Aka erkak bo'lmadi. Hali Lamborghinidan bir umrlik voucher. Obunachilarim bilan даже xayrlashtirganmasdi. Aka, men Ertaga o'zim olib ketib beraman. Aka. Aka. Tamam. Bir kun qolsa. Aka. Hey! They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. Bu joyga kelgan insonlar bu ko'cha haqida juda yaxshi o'ynolmasang nima qilasan o'rtaga tushib. Biz senga ishonib boruvdik. Keldingizmi dadasi? Ha, keldim. Maosh oldingizmi? Maosh oldimmi, olmadimmi? Senga nima qizig'i bor? Voy, to'y xarajatlarichi? To'y? Qanaqa to'y? O'zi azib bo'lib yotibdi-ku bu yog'i. Voy, aza deydimi? Azadan Xudo asrasin. Ha, bu safar yutqazgan bo'lsa, keyingi safar yutar. Shunga shunchalikmi? Esimda chiqarib yordingiz-a? Esing qursin. Chiq. Axir dadasi. Bor jona. Asinib, sizlarga ishonuvdim ha. Bunaqa qilishlaringni bilganimda bormardim ha. 15 daqiqada tog'da yeversa bo'lardi ha. Bitta 2 kilolik somsa, bir kosa qayda. Menga bermaysanmi? O'zim yutib yuborardim-ku. Dadajon, mashinangizda kattasa qildirib keling. Kattasa deysanmi? O'zi kattasidan chiqib yot. Barjana, qarajana. Nima so'ljayib turibsan? Dada, tabliz olib keldim. Qanaqa tablisa? Barjana. Kuyov bo'larmish yana. Bola ham shunaqa sovuq bo'ladimi? Voy dadasi, sekinroq. Kek, qo'rqma. Voy, ish qilib keyingi safar aslini yutsin-da. Oyimdan qolgan toshayna qani? Mana bugun bosim bog'iga Jonboy Tabrik Trayverdan 164 kishi kelgan. 3 avtobus keldik Jonboydan. O'rta Osiyodagi yagona bo'lgan Bosim bobo ikkilarning mehr somsasiga qarshi bo'lsin. Restorani rahbariyati egasi bitta qarsak bo'lsin. Sog' bo'yli barakasini bersin. Juda xursandman. Oilaviy kelib somsalarni yeb, haqiqatdan da buni tayida katta mehnat zamirida ish yotibdi, katta mehnat. Shuncha odamni bu yoqqa kelishini o'zi, xohlab kelishini o'zi, o'sha yoqqa boramiz deyishini o'zi katta baxt. Alisherjon do'stim, sog' bo'ling. Bizni kavushimizni kiygan bilan bizni yurishimizni qilib yura olmaydi. Alisher do'stim ijtimoiy tarmoqqa ikkilarning mehr somsani o'ylab, o'yin o'tkazib, shou o'tkazib, mana shunday ijtimoiy tarmoqda mana shunday savdoni zo'r darajaga chiqargandan keyin ayrim niqob ostidagi insonlar o'sha o'yinni o'ynab boshladida. Eslaringdan chiqarmanglar. Mehr somsa, Bosim bobo O'rta Osiyoda bitta qarshi bo'lsin.